Hammaga assalomu alaykum. Men hozirgi gapirayotgan gapim to'g'ri, noto'g'ri unisini bilmayman. Xohlanglar kommentariyaga yozinglar, xohlanglar haqorat qilinglar. Menga u narsa umuman qiziq emas. Birinchi o'rinda Rossiyada ishlab yurgan erkakni xotinlariga, Rossiyada ishlab yurgan bolalarning ota-onalariga iltimos, sizlarga murojaatim, telefon qilib, "Ha deb qayerdasiz, nima qilyapsiz, pul kerak, pul tashing." Unaqa narsa kerak emas. Birinchi o'rinda musofirda yurgan odamga yaxshimisan, charchamayapsanmi, sog'lig'ida qiynalmayapsanmi, vaqtida ovqatingni yeyapsanmi degan gap yetadi. Sizlar o'ylaysizlar Rossiyada yuryapti, voy pul tashamaydi, mana bunaqa qilib yuribdi, unaqa qilib yuribdi. Unaqa emas. Unaqa emas. Odam ozgina bo'lsa ham ishlayaptimi, pul tashiydi. Ishlamaydimi, ishlolmayaptimi yo ish yurishmayaptimi, o'shani sizlarga ayta olmaydi. Meni ishim yurishmayapti, yo bo'lmasa men pul tasha olmayman. Unaqa narsani ayta olmaydi. Har narsa uchun pul uchun telefon qilib xol ahvol so'ramanglar, iltimos sizlardan.